Mamanizni ahvolini qarang. O! Sanam gapir. Ishdan kelsa mashinaqa eski tuskilarda kutib oladi. Ustidan har xil yog' hidan qiydimi-ey. Suyug'ing qanaqa kutib oladi? Suyug'ing demang. Suyug'ing qanaqa kutib oladi deyapman senga. Chiroyli ko'nelada bo'yanib kutib oladi. Ustidan har xil yog' hidi anqimaydi. Doim atir hidi keladi. Farzandlari bormi? Yo'q. Qaynana qaynatasichi? Yo'q. Sani xotiningda esa bor. Uylarni tozalamasligi uchun xizmatkor, bola qarashga enaga, ovqat qilmasligi uchun oshpaz olib kelib qo'yishga aqling yetadimi? Yo'q. Aqling yetmas ekan, xotiningni boricha qabul qilgin. Vaqti yetsa albatta o'ziga qarab, sani boshqacha kutib oladi. Ovqat qildingizmi, kelin? Endi Shart emas. Biz ukam bilan o'zimiz bir bugun ovqat qilamiz-a? Siz buni xonangizga kirib ochsangiz tushunasiz. Kelingiz bervordilar. Bora qoling. Ha, qanchadan beri yashirding u bilan? Haligi Senga savol berdim. Qanchadan beri yashaysan u bilan? hali yashamadim. Ertaga nikohdan o'tmoqchiman. Shunisiga ham rahmat. Sal qolsa zinokor akasi bo'lardim. Aka, ikkinchi xotin masalasida hatto payg'ambarimiz ham O'char. O'zingni payg'ambarimiz bilan tenglashtirmagin.